Kim yolg'on gapirsa, fisqi fujur qilgan bo'ladi. Fisqi fujur qilgan do'zaxga tushadi. Alloh o'zi saqlasin. Chunki yolg'on jamiyatdagi yaxshiliklarni xuddi olov yamlagandek yamlab yo'q qiladigan narsadir. Yolg'on faqat yolg'onchining o'zigagina zarar keltirmaydi. Yolg'onini eshitganga zarar keltiradi va u orqali mahalla, ko'y, jamiyat, butun el, yurt, insoniyatga zarar keltiradi. Bir og'iz yolg'onni kasofati hammaga uradi. Qayerda yolg'on tarqasa, o'sha yerda baraka bo'lmaydi. Odamlarning o'rtasida ahillik, inoqlik qolmaydi. Hamma narsa demak yomon tarafga burilib ketadi. Alloh taoloning o'zi bundan saqlasin.